Vavilonning eng sarvatdor odami. Bir vaqtlar ko'hna Vavilonda Arqad ismli juda savratdor, boy badavlat odam yashab o'tgan bo'lib, uning boyligi tillarda doston bo'lgan. U saxiylik bilan ham mashhur bo'lib, juda katta xayriya ishlari bilan shug'ullangan. U oila boshlig'i sifatida ham juda saxovatli inson edi. Hamisha to'kin sochilikda yashagan. Shunga qaramasdan, yildan yilga uning daromadlari sarf xarajatlaridan ancha yuqori bo'lgan. Uning yoshlikdan birga o'sgan bir necha do'stlari bo'lgan. Kunlardan bir kuni ular Arqadning oldiga kelib shunday deyishgan: "Sen Arqad bizlardan ko'ra omadliroqsan. Bizlar kun ko'rish uchun kurashib yurgan bir paytda sen yurtimizdagi eng badavlat odamga aylanding. Sen xohlaganingcha eng chiroyli kiyimlarni kiyib, eng tansiq taomlardan lazzatlana olasan. Biz esa kiyim kiyishda va oilamizni boqishda bor narsalarni o'ziga quvonamiz. Axir bir vaqtlari mavqeyimiz o'zaro teng bo'lgan. Bir muallimdan ta'lim olib, bir xil o'yinlarni o'ynagan bo'lsak ham, na o'qishda, na o'yinda sen bizdan ustun bo'lmagansan. Qolaversa, keyinchalik ham uzoq yillar davomida sen ham bizlarga o'xshab juda hurmatli fuqaro bo'lib kelding. Agar o'ylab qarasak, sen hech ham bizlardan ko'proq ishlamading. Unda aytchi, injiq taqdir hayotning barcha quvonchlarini berish uchun aynan seni tanlab, xuddi shunday baxtga loyiq bo'lgan bizdek odamlarni nega chetlab o'tgan?" Shunda Arqad ularga javob berdi: "Do'stlarim, sizlar yoshlik paytlarimizdan buyon o'tgan yillar davomida zo'rg'a kun ko'rishdan nariga o'tmagan bo'lsangiz, demak sizlar yo farovon hayot qurish qonunlarini o'rganmagansiz, yo shunchaki ularga amal qilmagansiz xolos. Taqdir haqiqatdan ham injiq. U doimiy baxtni hech kimga shunchaki ato etmaydi. Aksincha, u o'z mehnati bilan pul topolmagan har bir kimsaga faqat muhtojlik olib keladi. Yiqqanlarini bir zumda sarflab qo'yadigan boyvachchalarni, ularning o'zlarini qondirishga qodir bo'lmagan ishtaha va istaklari bilan yuzma-yuz qoldiradi. Qandaydir kutilmagan sabablar bilan injiq taqdirning nazariga tushganlar esa ziqna bo'lib qolishadi va boyliklarni sarflab qo'yishdan qo'rqib, uning ustida qaltirab o'tirishadi. Chunki o'zlarida boylikni qaytadan to'plashga qobiliyat yo'qligini bilishadi. Ular talonchilardan ham qo'rqishadi. Natijada esa o'zlarini behuda umr va manfur qashshoqlikka giriftor qilishadi. Qo'llariga boylik o'z-o'zidan keladigan va uni ko'paytirib baxtiyor yashab yurgan odamlar juda oz. Men ular haqida faqat mishmishlar orqali eshitganman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Ehtimol tanishlaringiz orasida to'satdan merosga ega bo'lganlar bordir. Ularga nisbatan mening gaplarim qanchalik haqiqatligi to'g'risida xulosa chiqarish o'zingizga havola. Arqadning do'stlari merosga ega bo'lgan o'z tanishlarini eslab, uning haq ekanligini tan olishdi. Arqaddan qanday qilib u shunday farovonlikka erishganligini tushuntirib berishini iltimos qilishdi. Shunda u so'zida davom etdi: "Yoshligimda men dunyoga nazar tashlab, odamga baxt va huzur halovatdan bahramand bo'lishga imkon berishni tushundim. Boylik bu kuch. Boylik yordamida ko'p narsaga erishish mumkin. Uyingni hashamatli qilib jihozlash, uzoq dengizlar, chet ellarga sayohat qilish, hatto haqdorlar yo'lida hashamdor ibodatxonalar qurib, qalbingga quvonch va mamnunlik bag'ishlaydigan yana ko'p ishlarni qilish mumkin. Buni tushunib yetganimdan so'ng, men dunyoviy xursandchiliklarning bir qismiga ega bo'lish uchun kurashishga qaror qildim. Men boshqalar hayotdan lazzatlanib yashayotgan bir paytda ularga hasad bilan chetda qarab turmadim. Yupun kiyimni binoyidek deb qanoat qilmadim. Meni kambag'allik qismat qoniqtirmadi. Ha, men hayot o'zi saylagan odamlar uchun tashkil qilgan bayramning
to'la huquqli mehmoni bo'lishga qaror qildim. Eslaringda bo'lsa, bir kambag'al savdogarning katta oilasida o'sgan mendek o'g'liga meros qolishdan hech qanday umid yo'q edi. Ammo sizlar to'g'ri ta'kidlab o'tganingizdek, alohida iste'dod va donolik sohibi bo'lmay turib, o'zim orzu qilgan narsalarning barchasiga erishish uchun vaqt va bilim kerak degan qarorga keldim. Vaqt masalasiga kelsak, u har birimizda yetarlidan ham ortiq. Sizlar bugungi vaqtgacha shunchaki o'z boyligingizni ishlab topishga sarflash mumkin bo'lgan qimmatli daqiqalarni qo'ldan boy bergansiz xolos. Shu bilan birga sizlar haqli ravishda g'ururlanishingiz mumkin bo'lgan o'z oilalaringizdan boshqa hech narsangiz bilan maqtana olmasliklaringizni tan olmaysizlar. Endi o'qib o'rganish masalasiga kelsak, axir dono muallimimiz o'rganish va eslab qolish yoki o'zing uchun noma'lum bo'lgan narsalarni kashf qilishga urinib, aqlingni charxlash mumkin deb aytmaganmidi? Ana shuning uchun ham men qanday qilib boylik to'plash mumkinligini tushunib yetishga qaror qildim. Bilib olganlarimdan so'ng esa buni o'z oldimga vazifa qilib belgilab, uni muvaffaqiyatli hal qildim. Chunki donolik ham toki sen oftob nurlarida cho'milib yurar ekansan, hayotdan lazzatlanishda emasmi? Axir vaqti kelib qorong'ulikka kirgach, g'am-g'ussani tatib ko'rishga ulgurgansan-ku. Men shahar magistratida o'zimga ish topib, xattotlik qila boshladim va har kuni loydan yasalgan taxtachalarga matn bitib o'tiradigan bo'ldim. Men hafta sayin, oy sayin mehnat qilsam ham ishlab topganlarim haddan tashqari oz edi. Ular yeb-ichishga va arzimas kiyim-kechakka zo'rg'a yetardi. Shunga qaramay boy bo'lish haqidagi qarorimni amalga oshirishdagi qat'iyatlik meni tark etmadi. Va nihoyat, kunlardan bir kuni magistratga savdogarlarni qo'llab-quvvatlovchi Algamish kelib, 9-qonundan nusxa ko'chirishga buyurtma berdi. Magistr menga shunday dedi: "Bu hujjat 2 kundan keyin qo'limda bo'lishi kerak. Agar topshiriq vaqtida bajarilsa, sen 2 bronza tangaga ega bo'lasan." Men astoydil ishlasam-da, lekin qonun uzundan uzoq edi. Algamish qaytib kelganida topshirig'i bajarilmagandi. U g'azabga mindi. Men Algamishga bunday dedim: "Algamish, siz juda boy odamsiz. Agar siz boy bo'lish sirlarini aytib bersangiz, qo'l yozma tong otgungacha tayyor bo'ladi." U miyig'da kuldi. "Sen juda epchil chiqib qolding-ku, xumpar. Mayli, buni o'zaro bitim deb hisoblaymiz." Men kechasi bilan ishladim. Tongda kelganida qo'l yozma tayyor edi. "Sen bitimning o'zingga taalluq bo'lgan qismini bajarding", dedi u yumshoqlik bilan. "Shuning uchun men ham o'zimga tegishlisini bajarishga tayyorman. Men senga faqat o'zing bilmoqchi bo'lgan narsalaringni gapirib berdim. Chunki qariy boshladim, qariyalar esa ezma bo'lishadi. Ammo yoshlar qari odamlar oldiga maslahat so'rab kelganlarida, ular yillar davomida sinovdan o'tgan donolikni o'rgata boshlashadi. Lekin to'g'risini aytsam, yoshlar ko'pincha qariyalardagi donolikning bari o'tmishga doir. Shuning uchun kelajak uchun ushbu maslahatlar yaramaydi deb o'ylashadi. Lekin sen esingda tut. Bugun charaqlab turgan quyosh otang tug'ilganida ham charaqlab turgan o'sha quyoshning o'zidir. Xuddi shu quyoshning o'zi sening urug'ingdagi oxirgi ajdoding qorong'ulikka ravona bo'lgan kunda ham turadi. Yoshlikdagi o'y-xayollar", davom etdi Algamish. "Bu osmonda uchib yurib, uni o'sh shu'lasi bilan yoritib o'tadigan yorqin kometalarga, qariyalar donoligi esa osmon gumbazida o'z o'rnini hech qachon o'zgartirmaydigan abadiy yulduzlarga o'xshaydi. Shuning uchun ham dengizchi ularga qarab o'z yo'nalishini hamisha aniqlay olishi mumkin.
Lekin so'zlarimni yaxshilab eslab qol, aks holda men senga ochadigan haqiqatni tushuna olmay, tungi mehnating behuda ketadi. Keyin u menga o'zining qalin qoshlari ostidan tikilib qarab, yo'g'on va qat'iyatli ovozi bilan: "Men boylikka olib boradigan yo'lni ishlab topgan pulimning bir qismini o'zimga qoldirishga qaror qilganimdan keyin kashf etdim. Sen ham buni eslab qol", dedi va yana o'zining o'tkir nigohi bilan menga tikilib turib, uzoq sukut saqlab qoldi. "Bor yo'g'i shumi?" hayron bo'lib so'radim men. Axir men nimaiki ishlab topgan bo'lsam, bari meniki-ku. Shunday emasmi? Hecham unday emas, javob berdi Algamish. Masalan, tikuvchiga haq to'laysanmi? Axir Vavilonda pul sarflamasdan turib yashab bo'ladimi? O'tgan oyda ishlab topgan pullaringdan o'zingga nima qoldi? O'tgan yildagi daromadingdan-chi? Ahmoq, sen o'zingdan boshqa hammaga haq to'laysan. Aqlsiz, sen boshqalar uchun ishlaysan. Bu xuddi qul bo'lib, ovqat va kiyim uchun xo'jayiningga xizmat qilganday gap. Lekin sen ishlab topganlaringni 10dan 1 qismini o'zingga qoldirsang, 10 yilda qancha pul yig'iladi? Hisoblab ko'rchi. Mening matematikadagi bilimlarim pand bermay, men shunday javob berdim. 1 yilda ishlab topganimchalik. Sen faqat qisman haqsan, e'tiroz bildirdi Algamish. Chetga ehtiyotlab olib qo'ygan har bir tilla sening qulingga aylanadi va foydangga ishlay boshlaydi. Ushbu tilla tangalar orqali ishlab topilgan har bir sariq chaqa ham senga daromad keltira boshlaydi. Agar sen boy odamga aylansang ham, barcha jamg'arganlaring hamisha foydangga ishlab turish kerak. Faqat shundagina sen o'z boyliklaringni ko'paytira olasan. Ehtimol meni aldayapti deb o'ylayotgandirsan. Ehtimol buni hech ham o'z ishing uchun munosib to'lov deb hisoblamassan. Lekin mening haqiqatimni tushunishga aqling yetsa, men senga va'da berganimdan ko'ra 1000 karra ko'proq to'laganimga amin bo'lasan. Sen ishlab topgan pullarning bir qismi shaxsan o'zingga tegishli. Bu ulush qanchalik darajada arzimas bo'lmasin, topgan pullaring 10dan 1 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Birinchi navbatda o'z haqqingni shaxsan o'zingga to'la. Ovqatga ham, xayriya sadaqa qilishga ham yetadigan mablag'dan ortib qolgan pulingni tikuvchi va etikdo'zga sarfla. Boylik ham xuddi daraxtdek zig'ircha urug'dan o'sib chiqadi. Sen chetga olib qo'ygan o'sha birinchi sariq chaqang vaqti kelganda boyliging daraxt sifatida o'sib chiqadigan urug' bo'lib senga xizmat qiladi. Ushbu daraxtni doimiy jamg'armalaring bilan oziqlantirib, sug'orib, qanchalik yaxshi parvarish qilsang, undagi yaproqlarning shivirlashidan shunchalik tez lazzatlana boshlaysan. Bu gapni aytib bo'lgach, Algamish o'z qo'l yozmalarini olib ketib qoldi. Men uning aytganlari ustida juda ko'p o'ylandim va ular oqilona ekanligiga amin bo'ldim. Shuning uchun bu gaplarning kuchini amalda sinab ko'rishga qaror qildim. Endilikda maoshimni olganimda ishlab topganlarimdan har bir 10-tangani chetga, panaroq joyga berkitib qo'yadigan bo'ldim. Eng qizig'i shundaki, bunday qilganimdan men qashshoq bo'lib qolganim ham yo'q. Sarf xarajatlarga kamroq pul qolayotganini esa sezmadim. To'g'risini aytsam, Finikiya yerlaridan kemalarda olib kelinayotgan tuyalar va peshtaxtalarga qo'yilgan narsalardan birontasini sotib olish istagi tez-tez ko'nglimga vasvasa solib turdi. Lekin men donolik bilan o'zimni tiyardim. Oradan 12 oy o'tgach, Algamish yana oldimga kelib, "Qani aytchi o'g'lim,
Yil davomida ishlab topganlaringning 1/10 qismini o'zingga to'layapsanmi? deb so'radi. Men mag'rurlik bilan javob berdim. Ha, ustoz, to'layapman. Bu yaxshi, dedi u yuzi yorishib. Xo'sh, bu pullarni nima qilasan? Men bu pullarni uzoq yurtlarga ketayotgan va menga tirdan qimmatbaho toshlar olib kelib berishni va'da qilgan quruvchi usta Azmurga berib yubordim. U qaytib kelganidan keyin biz ularni qimmatbahoda sotib, daromadni bo'lishamiz. Nima? Har qanday ahmoq ham biror ishni o'rganish uchun tajriba orttirish kerakligi to'g'ri. G'azabi qaynab dedi u. Lekin qanday qilib sen qimmatbaho toshlarni tanlashni tosh teruvchi ustaga ishonding? Nima, yulduzlar to'g'risida so'rash uchun nonvoyning oldiga borarmiding? Yo'q, menimcha, buning uchun sen munajjim oldiga borarding. Agar kallang joyda bo'lsa albatta. O'g'lim, sen o'z boyliging daraxtini chopib tashlabsan. Seni jamg'armalaringni kuli ko'kka sovurilibdi. Nimayam derdim. Endi boshqasini ek. Yana bir marta urinib ko'r. Keyingi safar qimmatbaho toshlar masalasida senga maslahat kerak bo'lib qolsa, ularning farqiga boradigan biron bir boshqa odamga murojaat qil. Agar qo'ylar to'g'risida biron narsa bilishni istasang, cho'ponning oldiga bor. Maslahat tekinga beriladigan yagona narsa, lekin shuni yodingda tutki, faqat e'tiborga loyiq bo'lgan maslahatlarnigina qabul qil. O'zini jamg'armalari masalasida bu ishdan umuman bexabar bo'lgan odam bilan maslahatlashgan kimsa o'z nodonligi tufayli xuddi shu jamg'armalari bilan haq to'lashga mahkum. Shu gaplarni aytib, Algamish ketib qoldi. Hammasi xuddi aytganlaridek bo'lib chiqdi. Chunki yaramas finkiyaliklar Azmurga qimmatbaho toshlar o'rniga yaltiroq shishachalarni tiqishtirib yuboribdi. Algamish o'rgatganidek, men yana har bir 10-chaqani chetga olib qo'ya boshladim. Endilikda bu ish men uchun odatga aylanib, hech ham og'irlik qilmay qo'ydi. Oradan yana 12 oy o'tdi. Algamish qaytib kelib, yana menga murojaat qildi. Xo'sh, sen bilan oxirgi uchrashuvimizdan buyon qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Men vijdonan o'zimga haq to'lab kelyapman, javob berdim. Va o'z jamg'armalarimni temir sotib olish uchun qalqon yasash ustasi Agirga ishonib topshirdim. Har 4 oyda u menga ulushimni yig'ib beradi. Bu yaxshi. Xo'sh, sen o'z ulushingni nima qilyapsan? O'zimni asal, ajoyib sharob va xushbo'y noz-ne'matlar bilan mehmon qilib bayram uyushtiryapman. Bundan tashqari o'zimga yangi cho'pon sotib oldim. Endi esa minib yurish uchun bitta eshak sotib olmoqchiman. Bunga javoban Algamish kulib yubordi. Axir sen jamg'armalaring dunyoga keltirgan bolalarini yeb yuboribsan-ku. Qanday qilib ular sening foydangga ishlashi mumkin? Qanday qilib ularning bolalari o'zingga o'xshaganlarni tug'ishi mumkin? Avval sen oltin qullar armiyasiga ega bo'lib olishing va faqat shundan keyingina o'zing uchun bemalol dabdabali ziyofatlar uyushtirishing mumkin. Shu gaplarni aytib, yana g'oyib bo'ldi. Uni 2 yil ko'rmadim. Bir kuni u yana menikiga keldi. Algamish menga shunday dedi. Arkad, sen o'zing orzu qilgan boylikka erisha oldingmi? Hozircha yo'q, lekin tuzukkina jamg'armalarim bor va ular menga daromad keltira boshladi. Sen hozir ham ilgargidek quruvchilar maslahatidan foydalanyapsanmi? G'isht terishda ular menga yaxshi maslahat berishyapti. Bo'sh kelmadim men. Arkad, davom etdi Algamish. Sen saboqlarni yaxshi o'zlashtirding. Avval sen ishlab topayotgan mablag'ingdan ko'ra sal kamroq mablag'ga yashashni o'rganding. Shuning uchun sen
saqlash va idora qilishni yaxshi o'rganding. Shuning uchun sen mas'uliyatli lavozimni egallashga to'la-to'kis tayyorsan. Men qariyapman, o'g'illarim faqat pul sarflashni bilishadi. Lekin uni qanday topish mumkinligi to'g'risida hatto tasavvurlari ham yo'q. Mening juda ham katta mulkim bor. Qo'rqamanki, uni boshqarishga endi kuchim yetmaydi. Agar sen Nippurga borib mening mulklarimni boshqarishga rozi bo'lsang, men seni o'zimga hamkor qilib olgan bo'lardim va sen mening boyliklarimdan o'z ulushingga ega bo'larding. Bunga nima deysan? Shunday qilib men Algamishning takliflariga rozilik bildirib, Nippurga jo'nadim. Uning katta mulkini boshqarishga kirishib ketdim. Mening nafsoniyatim kuchli bo'lganligi va buning ustiga muvaffaqiyatning 3 ta qonunini yaxshi o'zlashtirganligim sababli uning mulklaridan keladigan daromadlarini keskin oshirishga muvaffaq bo'ldim. Natijada men ham bunday ishdan o'zimga katta boylik orttirdim. Algamishning ruhi arsh-a'loga ko'tarilib ketgandan keyin u vasiyat qilganidek qonuniy ravishda merosning bir qismiga ega bo'ldim. Arqad shu hikoyasini tugatgandan keyin do'stlardan biri shunday dedi: Algamish senga meros qoldirganligi haqiqatdan ham omading yurishganligidan dalolat beradi. Aslida omadim yurishganligining sababi menda boyish istagi u bilan uchrashishdan ham avval paydo bo'lganligidadir. Axir o'z daromadlarimning 1/10 qismini jamg'arib yurishga o'sha 4 yil davomida men belgilagan maqsadga erishishga qodir ekanligimni isbotlamadim-mi? Qolaversa, mohir baliqchining odatlarini o'rganib, har qanday ob-havoda ham to'rni qayerga tashlash kerakligini bilgani uchun uni omadli baliqchi deb ataysizlarmi? Omad bu har qanday sharoitda ham undan vaqtida foydalanib qolishga tayyor bo'lmagan odamga fursat sarflab o'tirmaydigan qudratli imkoniyat. Sen birinchi yili yiqqan jamg'armalaringni baridan ayrilib qolganingda ham o'zingni yo'qotib qo'ymading. Bu sening juda kuchli iroda sohibi ekanligidan dalolat beradi. Aslida sen mutlaqo boshqachasan, deb gapga qo'shildi do'stlardan yana biri. Kuchli iroda? E'tiroz bildirdi Arqad. Bema'nilik. Nahotki kuchli iroda odamga tuya ham ko'tara olmaydigan va eng kuchli buqa ham o'rnidan qo'zg'ata olmaydigan yukni ko'tarishga yordam berishi mumkin deb o'ylasang? Kuchli iroda bu sen o'zing uchun belgilab qo'ygan vazifani qanday bo'lmasin bajarishga qat'iy qaror qilishdan boshqa hech narsa emas. Agar men o'z oldimga biron bir vazifani qo'yadigan bo'lsam, u qanchalik darajada murakkab bo'lib ko'rinishidan qat'iy nazar, men uni bajarishim kerak. Aks holda, qanday qilib menda jiddiy ishga qo'l urish uchun o'zimga ishonch paydo bo'lishi mumkin? Misol uchun men o'zimga 100 kun davomida ko'prikdan o'ta turib, har kuni yo'ldagi bir toshni olib daryoga tashlayman deb aytsam, men bu ishni albatta bajaraman. Agar 7-kunga kelib men o'z oldimga qo'ygan vazifani unutib qo'ysam, ertaga 2 ta tosh tashlayman. Nima farqi bor degan gaplar bilan o'zimni ovuntirib o'tirmayman. Buning o'rniga men orqaga qaytaman-da o'tkazib yuborilgan toshni tashlayman. 20-kunga kelib esa men Arqad, bu bema'ni ish, nimaga endi har kuni albatta bitta tosh tashlash kerak? Birdaniga butun bir uyimni tashlab yubora qol deb aytmayman ham, qilmayman ham. Men o'z oldimga vazifa qo'ydimmi? Demak, uni albatta bajarishim kerak. Aynan shuning uchun ham gardanimga qiyin yoki bajarib bo'lmaydigan vazifalarni olmayman. Chunki mening xotirjamligim men uchun haddan tashqari qadrlidir. Shunda suhbatga do'stlardan yana biri qo'shilib dedi: Arqad, sen aytib bergan narsalar haqiqatdan ham rostligiga gumonim yo'q. Sening gaplaring ham oqilona, ham hayotiy tajribaga boy. Bundan kelib chiqadiki,
shunday oddiy qoidalarga amal qilish bilan har qanday odam ham boy bo'lib ketishi mumkin ekanda. Boylik faqat odamning g'ayrati bilan yaratiladi. Javob qildi Arqat. Agar boy o'ziga saroy qurayotgan bo'lsa, sizningcha uning sarflaydigan oltinlar zoya ketadimi? Yo'q. Oltinning bir qismini usta oladi. Bir qismini ishchi, bir qismini devorlarini bezaydigan rassom. Natijada saroy qurilishida qatnashayotgan har bir odam shu oltinlardan o'z ulushini oladi. Qurib bitkizilgandan keyinchi ushbu saroy ma'lum bir qiymatga ega bo'lmaydimi axir? Saroy joylashgan yerning o'zichi uning qiymati o'z-o'zidan oshmaydimi? Xuddi shunga o'xshab, saroy atrofidagi yerlarning qiymati ham oshmaydimi? Boylik juda antiqa tarzda o'sadi. Hech kim uning chegaralarini oldindan aytib berishga qodir emas. Aytmoqchi, Finikiyaliklar sahrodan iborat qirg'oqlarda bahaybat shaharlarni savdodan topgan oltinlari hisobiga qurishgan. Unda bizlar ham boyib ketishimiz uchun qanday maslahatlar berarding? Yillar o'tib ketdi, yoshimiz ham navqiron emas, lekin baribir zarurat chiqib qolsa, ishlatishga asrab qo'ygan hech vaqoyimiz yo'q. Men sizlarga Algamishning dono maslahatlaridan foydalaning deyman. Uning yuqoridagi so'zlari doim ko'z oldingizda turadigan bo'lgunicha takrorlayvering. Bu g'oya butun vujudingizni egallab olsin. Barcha o'y-fikrlaringiz unga yo'naltirilgan bo'lsin. Keyin esa daromadlaringizning qancha miqdorini jamg'arish uchun olib qo'yishingiz mumkinligini belgilab oling. Jamg'armangiz daromadning 10dan 1 qismidan kam bo'lmasligiga harakat qiling va shu zahoti ularni chetga olib qo'ying. Tez orada siz faqat o'zingizning haqqingiz bo'lgan xazinangizning egasiga aylanish tuyg'usi naqadar buyuk tuyg'u ekanligini tushunib yetasiz. Jamg'armalaringiz ko'paygani sayin bu tuyg'u faqat mustahkamlanib boradi va siz uchun juda katta rag'batlantiruvchi kuchga aylanadi. Sizning hayotingiz yangi, quvonchli tuyg'u bilan to'ladi. Siz yanada ko'proq pul ishlab topishga imkon beradigan kuch va g'ayratga to'lib borayotganligingizni his qilasiz. Keyin esa o'z xazinangizni sizning foydangizga ishlashga majbur qiling. Uni o'z qulingizga aylantiring. Ular bolalasin va bolalari ham sizning foydangizga ishlaydigan bo'lsin. Kelajagingizga daromadni ta'minlab qo'ying. Qarigan odamlarga bir nazar tashlang. Unutmangki, oradan yillar o'tib, siz ham ularning safiga qo'shilasiz. Shuning uchun pullaringizni toki ulardan ajralib qolmay desangiz, ehtiyotkorlik bilan ishga soling. Sarmoyalardan yuqori foizli daromadlarni va'da qiladigan sudxo'rlarning og'iz ko'pirtirishlari soddadil odamlarni aldab, o'ziga jalb etib, oxir oqibatda ularni xonavayronlik qismatiga giriftor qiladigan shirin yolg'ondan boshqa hech narsa emas. Aslo sudxo'rlarga yaqinlashmang. Uning har qanday ko'rinishlari mol-mulkni garovga qo'yish ham tashvishdan o'zga narsa emas. Oilangiz muhtojligida yashamasligini ta'minlang, chunki Alloh bizni o'z huzuriga qachon chaqirib olishini bilmaymiz. Bu maqsad uchun ham o'z jamg'armalaringizni yig'ib boring. Uzoqni ko'zlaydigan odamlar bunday vaziyatlarni ham nazoratdan chetda qoldirmaydilar. Maslahatni dono odamlar bilan qiling. Yordamni hamisha pul bilan muomala qiladigan odamlardan axtaring. Toki ular Azmurning maslahatiga ishonib, men yo'l qo'ygan xatoga o'xshash vaziyatlardan sizni saqlab qolishadigan bo'lsin. Daromadingiz oz bo'lsa ham, lekin bexatar va halol bo'lsin. Toki tirik ekansiz, hayotdan lazzatlaning. Haddan tashqari chiranmang va sarf xarajatlarning oqilona miqdoridan ko'prog'ini tejashga harakat qilmang. Agar daromadlaringizning 10dan 1 qismini jamg'arib turib ham qulay sharoitda yashab yurgan bo'lsangiz, shu miqdorda to'xtang. Daromadga qarab buromad qiling, lekin pulni sarflashdan ham qo'rqmang. Hayot juda boy
va uning ne'matlarini e'zozlang. Do'stlari unga minnatdorchilik bildirib qaytib ketishdi. Ayrimlari esa shunchaki indamay ketayotgan edi. Chunki ularda tasavvur qilish qobiliyati unchalik boy emas. Arqad aytgan gaplarining ma'nosini yetarlicha anglashmagandi. Kimlarningdir bu suhbatdan hafsalasi pir bo'lib, miyig'ida kulib, shunday badavlat odam o'zining omadi yurishmagan do'stlariga moddiy yordam berish kerak edi, deb o'ylashardi. Ulardan ba'zilarining esa ko'zlari chaqnab turardi. Chunki ular Algamishning vaqti bilan hatto Arqad oldiga behuda kelib ketmayotganligini anglashardi. Algamish qashshoq Arqadning qorong'ulikdan yo'l ochib borayotganligini kuzatardi. Yorug'likka chiqib olgan zahoti esa o'ziga tayyorlangan joyni egallab oldi. Chunki hayotda hech kim o'z o'rnini toki mas'uliyat yukini munosib darajada ko'tarib yurishga tayyor emas ekan, shunchaki egallashga qodir emas. Arqad aytgan so'zlar ma'nosini to'g'ri tushunib yetganlar keyinchalik ham uning yoniga qayta borib turishdi. U do'stlarini ochiq ko'ngil bilan kutib olardi. Arqad katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan odamlarga xos bo'lganidek, ularga qimmatli maslahatlar berardi. O'zining dono fikrlarini ular bilan baham ko'rardi. Ularning jamg'armasi nafaqat yo'qolib ketmasligi, balki qo'shimcha daromadlar ham keltirishi uchun foydali sarmoyalar qilishga yordam berdi. Algamish Arqadga, Arqad esa do'stlariga ochib bergan haqiqatni tushunib yetgan kun odamlarining taqdirida mo'jizakor burilish yasagan kun bo'ldi. O'zing ishlab topgan pullarning bir qismi haqli ravishda senikidir.